bugun ayoli qadrlangan yurt shiori ostida o'tkazilayotgan saylimizda sizlarni ko'rib turganimizdan shod va mamnunmiz. Ayolni e'zozlash, unga hurmat va e'tibor ko'rsatish har bir xalqning ma'naviy qadriyatlaridan biridir. Ayollarning jamiyatdagi o'rni, oiladagi tarbiyaviy ahamiyati, ularning ilm, fan, madaniyat, ta'lim va boshqa sohalarda yutuqlari hamda yurtimizda xotin-qizlarga ko'rsatilayotgan e'tibor va yaratilayotgan imkoniyatlar. Ayollarning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida oqsut bo'lib oqasiz, dardga malham bo'lgan mehri giyoli. Bugundan shirin bola, shakarim bola, havo nimaga kerak? Kamtarin bo'l, hatto bir qadam o'tma g'urur ostonasidan. Piyolani inson shuning uchun o'par doim peshonasidan. Ushbu she'r kimning qalamiga mansub? Barakalla, to'ppa-to'g'ri. Shoirimiz Erkin Vohidov qalamlariga mansub edi. Rahmat. Mahkam va Gulchehra Bey, marhamat.